Ka'ba va Makka 1400 yillik arxitektura yo'li qisqacha ketdik. Ka'ba ilk bor miloddan avvalgi 2000-yillarda Ibrohim va Ismoil alayhissalomlar tomonidan oddiy toshlarda barpo etiladi. 605-yil Quraysh qabilasi Ka'bani qayta quradi. Tom yopiladi, devorlar mustahkamlanadi, eshiklar o'rnatiladi. 683-yil Makka qamal qilinadi. Ka'ba zarar ko'radi. Abdulloh ibn Zubayr uni qayta tiklab, asl poydevorga qaytaradi. Usmoniylar davrida Sulton Murod tomonidan Ka'ba to'liq rekonstruksiya qilinadi. 1955-yildan boshlab Saudiya Arabistoni davrida Masjid al-Haram bosqichma-bosqich kengaytiriladi. 2011 va 2015-yillarda Makka hududida tarixdagi eng katta kengayishlar yuzaga keladi. Bugun Makka zamonaviy shahar, lekin uning markazida 1000 yillardan beri o'zgarmagan nuqta bor. Bu juda ulkan mavzu. Ushbu tarixiy voqealikni qisqacha kontent orqali yetkazib berishga harakat qildim. Kirib kelayotgan muqaddas Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin.